Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi lestnitsamiz Andijon Jalaqidoqda tayyorlanmoqda. Bu lestnitsamiz fasadli lestnitsa bo'ladi bu ham. Ikki tomonlama tushish lestnitsasi, ya'ni o'ng tomondan chiqib, chap tomondan tushib ketish lestnitsasi bo'ladi. Bizamizning razmerlari har doimgidek. Tikkalik 15 sent, oyoq qo'ydan 30 dan bo'ldi. 15 dan stupenka tushgan. Sizlarimizda yana 1.10. Tepada 5 kvadrat monolit bo'ldi. O'rtaga monolit qilib berdi. Bizlar hozir betonni quyish jarayonidamiz. Kuzatib borsanglar. Videosini qo'yib beramiz. Armaturalarimiz Begot 12 li armatura. Tepadan polni ko'rsatib beraman sizlarga hozir. Deshatkalarimiz oldi ham juda ham keng, kattagina bo'ldi. Deshatkalari ham bemalol odam qiynalmaydi. Usti yopiq. Bu yoq kalidor. Uyga kirib ketadi. Bu yoqdan chiqib turib, bu yoqdan tushib ketiladi. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bizani kuzatib borishda davom etinglar. Sizlarga ishimiz manzur bo'lsa, like va komment yozib qolishni unutmanglar. Beton quyilgan holatdagi videosini qo'yib boramiz, albatta kuzatib borsanglar. To'liq videosini qo'yib boramiz. Sizlar uchun bek sinalar bo'ldi. Barchalarga rahmat kattakon. Charchamanglar.